Mana xudo xolisi eshiklarimiz kirib keldi. Mana o'sha kutgan eshiklarimiz keldi. Hozir chetdan kelguncha ancha vaqtimiz ketib qolar ekan. Shuni hisobini olishmagan ekan to'g'ri. Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Allohga shukr, o'zimiz yorib bo'lyapti. Xudoga shukr. Mana bu rosa bizani diqqat qo'ydi eshik. Ancha cho'zilib qoldi. O'shancha rosa xijolat bo'lib turdim. Xudoga shukr keldi. Inshaalloh montajlarni ham ko'rsatib boramiz. Hozir ko'rasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Faqat sizlar yaxshi duoinglar bilan ancha ishlaringiz bitib ketadi hozir. Rahmat kattakon. Sal o'ziga torting. Tog'a sal torting. Bo'ldi. Ketdi. Hozir tog'ada bularni ertaga zo'r obzorlarni qilib beraman ochilganda. Shu biz kutayotganimiz keldi. Mana inshaalloh. 70 ketdi qoldi. Qolgan ishlarimiz ketdi, qo'zg'aldi. Inshaalloh bugun ikkinchi kun bo'lgan bo'lsa, mana bayramning ikkinchi kuni bo'lgan bo'lsa, inshaalloh tezlashtiriladi. Bu yog'iga faqat sizlar duoinglar bilan tezlashtiriladi. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Men ham sizlarga o'xshab borib, biroz ichimdan kutib o'tiribman. Tezroq bo'lsin, tezroq qurilsin, tezroq bitib, kirib olishi, men ham sizlarga o'xshab umid qilib kutib o'tiribman. Lekin ochiq gap, Xudoga shukr, yuzimiz yorug' inshaalloh. Har xijolatda bo'lib turganimda mana bor. Duoinglar bilan hammasi albatta. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Qolgan obzorlarni ko'rsatib boraman. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.